Yaqinda Nasim Kutub nashriyatidan chiqqan Sovchilikdan turmushga qadar nomli kitobni o'qidim. Rostini aytsam, bu kitob shunchaki o'qib chiqib bo'lmadi. Uni sizlarga ham ulashgim keldi. Chunki bugun jamiyatimizda eng og'riqli masalalardan bu oila qurish va uni saqlab qolish. Bu kitob aynan shu muammoga javob beradi. Muallif Muhammad Josim diniy va ijtimoiy ilmlarni chuqur biladigan, ijtimoiy tarmoqlarda, radio va YouTube orqali oila masalalarini doimiy ko'tarib kelayotgan mutaxassis. Eng muhimi, u nazariya bilan cheklanmaydi. Real odamlar, real oilalar bilan ishlaydi. Kitob 2 qismdan iborat. Birinchi qismi sovchilik va unashtiruv haqida. Bu yerda juda ham muhim savollarga javob beriladi. Yigit yoki qiz qachon turmushga tayyor bo'ladi? Nikohdan oldin o'zimizga qanday savollar berishimiz kerak? Bo'lajak juftimiz haqida nimalarni bilishimiz kerak? Bularning barchasi hayotiy misollar bilan tushuntiriladi. Ikkinchi qism esa turmush hayoti haqida. Erkak va ayolning shaxsiyati, oilada ko'p uchraydigan muammolar va ularning yechimlari sodda va tushunarli tilda bayon qilingan. Bu yerda ideal oila haqida emas, balki real oilalar duch keladigan holatlar haqida gap boradi. Kitobning eng kuchli tomoni shundaki, undagi muammolar bizning jamiyatimizga mos, yechimlar esa tajribada sinalgan, diniy qadriyatlarimizga ham mos va g'arbona shablonlardan yiroqda. Agar siz oila qurmoqchi bo'lsangiz yoki yangi oila qurgan bo'lsangiz, bu kitob aynan siz uchun. Uni juftingiz bilan o'qing va oila qurishga tayyorlanayotgan tanishlaringizga albatta ulashing.